Sizlarga o'zimni ochki kolleksiyamni ko'rsataman deb va'da bergandim va shu kun keldi. O'zim bilmagan holda ancha vaqtdan beri akazutsiya men ochkilarimni yig'adigan bo'lman va bu meni qanaqadir tinchlantiradigan mini kolleksiya bo'lib qoldi. Shuning uchun men hozirdan sizlarga obzor qilib beraman. Shu ochkidan boshlaymiz. Buni menimcha birinchi ochkilarimdan bittasi. O'shanda men 9-10 sinflarimda boshlaganman. Bu koreyskiy dumalo ochki edi. Hamma narsamni dumalo olgim kelardi. Ko'rasizlarmi? Katta dumalo bilmayman nimaga, lekin menga o'shanda bu prям wow ko'ringan. Men bu ochkim. Shu hamma ochkilarimdan bitta shunisi zreniyaga. Aslida men buni har kun taqishim kerak, lekin buni prakticheski taqmayman. Также menda bunaqa ochki bor. Mamsa qarang. Linachiga o'xshaydi. Eng qizig'i buni kiyganingizda hech bola ko'rinmaydi. Men bu liniyalariga borligiga hech qanaqa hech nima ko'rinmaydi. Men bu ochki. Kelovini men Visa Fashion Week'ga borganda uxlatib olganman. Bunisini bo'lsa yedinsini o'zim sotib olganman. Esingizda bo'lsa shunaqa ochkining ustiga data yozib, to'ylarda trend bo'lib ketganda o'shaning uchun oldim men. Bunisi ham chiroyli. Bunisi. Lekin buni bir marta ham kiymadim hali. Просто для красоты. Также kichkinaligimda 10 или 11 sinfligimda, как будто o'zim katta qari bo'lib ketganda 10 или 11 sinfligimda men shu ochkilarimni polni kiyib yurardim har kuni prям. Хотя bu zreniyaga emas, hech bola yordam ham bermaydi. Просто для красоты. Hammalarga yoqib qolgan men shu ochkim. Buni bilmayman, qanaqadir chiroyli-da. Men bu shunchalik. Va kolleksiyamni yaqinda to'ldirgan ikkita ochkim. I can't просто turishini qaranglar. Va bizani vishenka na torte. Na этом mani mini kolleksiyam tugadi. Hatto yana bor, lekin ularni men qidirib topishim kerak butun uydan. Hozircha men shulari o'zim bo'lib har kun taqadiganlarim. Shu ochkilardan qaysilari sizlarga yoqdi va qaysinisini o'zingizga xohlagan bo'lardinglar? Hammaga xayr.